Homilador ayollar uchun foydali va zararli bo'lgan meva va sabzavotlar. Olma, Temir moddasiga boy, homiladorlarga foydali. kivi, Vitamin C ga boy, foydali. ananas, Ko'p miqdorda qabul qilganda bachadon tonusini oshiradi, zararli. anor, Temir moddasiga boy, foydali. uzum, Ko'p miqdorda qabul qilganda glyukozaga boy bo'lganligi sababli gestation diabet xavfini oshiradi, zararli. banan, Kaliy, magniyga boy, foydali. xurmo, Ko'p qabul qilganda ovqat hazm qilish jarayonini sekinlashtiradi, zararli. karam, Kletchatkaga va vitamin C ga boy, foydali. lavlagi, Ko'p miqdorda qabul qilganda, ayniqsa xom holatida buyrakda tosh hosil bo'lish jarayonini kuchaytiradi. sabzi, Vitamin A ga boy, foydali. bodring. Minerallarga va suvga boy bo'lganligi sababli homiladorlarga juda foydali. Videoni homilador yaqinlaringizga yuborib qo'ying.